Bir kasal keldi, 5 yil oldin ko'rgan ekanmiz. Davleniyasi bilan yurib, oxirgi mana bir oyning ichida davleniyasi tushmay qoldi. Oxirgi iloji u yana keldi. Tekshirsak 5% buyragi ishlayapti. Buyragi ishlamay qolgan. Hozir buyragini operatsiyaga almashtirishga jo'natyapmiz. Harakatingizga bog'liqmi, bog'liq emasmi? Masalan, yurib ketyapsiz, og'riq kuchayib yo dam olib o'tirganingizda pasayganda shunaqa holat bormi yo'qmi o'zi? Yaxshi e'tibor qilib, hozir ham bor-da mana shu yerda. Xo'p, harakat qilganingiz, masalan, jismoniy harakat qilsangiz, hansirash, havo yetishmay, ko'krak qafasingizda og'riq yo'qmi? Tezroq yursam hansirashim bor. Hansirash. Dorilaringizni ichyapsizmi, ichmayapsizmi yuragingiz dorisini? Yurakka dori, kardiomagniy ichyapman, kunda shu xolos. Boshqa dori ichmayapsiz? Hali sahrim bor-ku. Insulin olaman, ukolini olaman. Yaxshi. Sahringizni qachon o'lchadingiz oxirgi marta? 3-4 kun bo'ldi. Necha chiqdi sahringiz? 8.2 chiqdi. Oldin sizni mana bu yuragingizda ham analizlaringizda o'zgarish chiqdi. Ularni tekshirdingizmi, tekshirmadingizmi oxirgi paytda? Tekshirtirgan. Tekshirtirmayapsiz-a? Hozirda bunday. O'zi sahr bo'lgan odam, kimdadir sahr aniqlansa, ham endokrinologga, ham kardiologga ko'rinish kerak. Yuragida shikoyat bo'lmasa ham. Demakki, yurak bo'yicha ichadigan dorilaringiz sizni bo'lishi mumkin bo'lgan yurakda, miyada, ko'z tomirlarida o'zgarishlarni oldini oladi. Sizdagi mana hozir tekshiruv oldingi holatlaringizni ko'rdim. Oldin sizni mana bu yuragingizdagi analizlaringiz yuqori chiqardi. Kreatin machevni yuqori chiqardi. Eng kamida 3 oyda bir marta buni analizlarni ko'rish kerak. Qanaqa chiqyapti? Keyin iloji bo'lsa siz ovqatdan oldingi sahrlaringizni 1 oyda bir marta tekshirishingiz kerak. 1 oyda bir marta sizni kardiolog, endokrinolog ko'rish kerak sizni. Siz ko'ring, qachon kelgansiz oxirgi marta? 25-chi, 1 yil bo'libdi ekan kelganingiz. May oyida kelgan ekansiz o'tgan. Yanaqa bor nimaga borib, hali analiz tekshirtirdim-ku. Nimaga kirganim yo'q, endi siz kishilarda yo'q ekansiz. Yo'q. Siz doringizni iching, uni topishimiz osonmi bir-birimizni. Mana dorini ichib, boshqa bo'lsa ham kardiologga ko'rsatishingiz kerak. Sabab shunaqaki, sizning holatingiz buni qilib turing, bir qachondir vaqtingiz bo'lsa ko'rasiz deydigan emas, qattiqroq e'tibor qilish kerak. Bir kasal keldi, 5 yil oldin ko'rgan ekanmiz. Davleniyasi bilan yurib, oxirgi mana bir oyning ichida davleniyasi tushmay qoldi. Oxirgi iloji u yana keldi. Tekshirsak 5% buyragi ishlayapti. Buyragi ishlamay qolgan. Hozir buyragini operatsiyaga almashtirishga jo'natyapmiz. Hindistonga ketyapti. Endi u ham xotirjam shu dorini ichib yoki to'xtatib shunaqa holatda yuradi. Endi o'zida belgisi yo'q. Hali aniq belgi bo'lmagan. Masalan, davleniyasi ko'tarsa, bosh og'riydi, boshlanadi, boshqa belgilar bo'ladi. Uni kreatini ko'tarilib ketdi. Kreatin ko'targanda ma'lum holatda sezmay qoladi kasal. Hozir ko'rib beraman sizni, lekin uni kreatin machevini aniq tekshirishimiz kerak sizda. Ko'rib, sizda nimaga e'tibor qilishimiz kerak, qanaqa bo'lyapti unga ko'rib, keyin xulosa qilishimiz kerak. Davleniyasi ko'tarilmadimi? Davleniyam o yaxshi o'tgan o'lchashuvdi. 110 ga. Yog'li ovqatlar yemayapsizmi? Xamir ovqat kecha 1-2 kun ichida ko'p shunaqalar yemadingizmi? Somsa, xamir ovqat. Oshdan siz yotib lecheni olishingiz kerak. 1-2 kunlik sizga analizlaringizni qilib olishimiz uchun siz keraksiz. Uzi qildiradi, sahringizni tekshiradi, jigaringizni tekshiradi, davleningizni aniq ko'ramiz, yuragingizni eho qilib ko'ramiz. Xulosalardan keyin uyda qaraydigan bo'lsa, keyin 1-2 kun uyda shu oladigan lechenalarni oldirib qarasa yaxshi bo'ladi. Bunaqa bir hafta yoting, 10 kun yoting, 15 kun yoting, bunaqa emas. 2-3 kun, yaxshi 1-2 kunda biz analizlaringizni qilib, sizning holatingizni bilib olishimiz kerak.